O'rta Osiyoda eng baland binoga necha minutda chiqsa bo'ladi? Liftda emas, piyoda. Qani bo'lmasa biz akam bilan boshladik. Let's go. Qani bo'lmasa do'stlar, ikkinchi etaj. Birinchi etajdan tez o'tib ketdik. Hozircha oson, nodalish ko'ramiz. Lekin qancha teparoq chiqsangiz, shuncha ko'proq charchashni boshladik. Hali endi 10-etaji. Oldimizda yana 42 ta etaj bor. Shu joyda men vobshe o'lib qoldim. Men tushunmayman, nimaga bu shunchalik qiyin? Ko'rib turganingizdek, bizning tempimiz juda tez edi, chunki 12 minutda 35 etajga chiqishni ulgurdik. Sport bilan shug'ullanish kerak bo'ldi. Mana bu eksperiment uchun spesialniy kislorodniy ballon tayyorlab qo'yibmiz. Mana bu o'zingizchi. Do'stlar, 5-etajga mana shu oyoqlarda chiqib keldim. Ketdi. Michelin pilot sport turibdi oyog'imda. 51-etajga chiqdik, oyoqlarimiz bilan Ibiza terrasiga chiqamiz, чтобы полностью challenge tugatishimiz. Restoranning krishasi. Do'stlar, biz tepaga 24 minutda yetib keldik. Mana esa uxlashda.